Assalomu alaykum do'stlar. Mana Namangan Norindagi ishimizda ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin kaziroy va shapkalarini qilib berganmiz. Mana kaziroylar hovuz fasonda bo'lgan va o'rtalariga pianinelardan 8 dona pianinalarımizdan qo'yib berdik. Mana shapkalarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerlar ham oq va mo'k rangda bo'lgan va tonnalarimizdan ham qo'yib berganimiz kanizlari qo'yilib tillalar ilib qo'yilgan. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunikaning kvadrat ko'proq ketadi. Chunki tunikaning bukilishi va ustma qatilishi ham bor. Buni ham inobatga olib qo'yamiz. Azizlar, hozircha xizmatlarimiz vodiy bo'ylab davom etmoqda. Agarda vodiydan bo'lsangiz, ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Agarda musofirda bo'lsangiz ham bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Mana bu tomonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu tomonlar ham juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Azizlar, ishimizni ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'yasiz va uyga telefon qildirmoqchi bo'lgan tanishingizni jo'natib qo'yasiz.